to'ti nima bilan oziqlanadiganlar uchun bunga o'zini maxsus kashasidan tayyorlaymiz. Ozgina suv kerak bo'ladi jigarlar. Oddiy suv bu, lekin sovuq ham bo'lmasligi kerak, issiq ham bo'lmasligi kerak, iliq bo'lishi kerak va kashasidan solamiz jigarlar. Kasha ham rosa qo'yiq ham bo'lib ketmasligi kerak, suyuq ham bo'lib ketmasligi kerak. O'rtacha bo'lishi kerak. Sizlarga ko'rsataman tayyorlab. Mana xuddi mana shunaqangi holatda bo'ladi jigarlar, qaranglar. Endi bu shpirts o'zi tortmaydi, shuning uchun orqasidan kuyamiz bunga. Jigarlar, sizlar uchun shuncha kontent qilyapsiz, bitta like bosib qo'yinglar. Hamma ham ko'rsatavermaydi bunaqa kontent jigarlar. O'zbekistonda yangilik bu. Noldan katta bo'lishini ko'rsatamiz jigarlar, birgalikda gapirishga o'rgatib, qo'lga o'rgatib, butun dunyoga mashhur to'ti qilamiz buni inshaalloh jigarlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Like bosgani arziydi. Mana to'ldirib ham oldik jigarlar. Endi buni sekingina astalik bilan og'zini ochib, og'ziga haydaymiz jigarlar. Shuni ham sekin harakat qilish kerak. O'zdan tez emas, sekin emas. Endi shunaqa qilib haydab, xuddi shunday bir kunda 7 marta, 8 marta ovqatlanar ekan. Har 3 soatda bir marta kasha berish kerak ekan jigarlar.